Assalomu alaykum bog'bon do'stlar. Hop, bodomni kasalliklar bo'yicha gaplashamiz bugun. Hop, mana bu tomondan qarasani bodom yashnab zo'r turibdi. Hop, bu bitta shoqida bamisoli o't tegani singari kuyib qolgan. Bu nima sababdan bo'lishi mumkin? Hozir sabablarini ustozlarimizdan so'radik, mutaxassislar bilan, agronomlar bilan maslahatlashdik. Bilasizlar, meniki bog'dorchilik bo'lganimdan agronom yoki olim emasman, yoki ximik emasman. Shuning uchun ularda maslahatiga juda menga ko'mak berib turishadi. Ko'p yordamlar tegadi, maslahat so'raymiz. Har bitta bog'bon endi ularni telefon qilib bezovta qila olmaydi. Endi biz bir so'rab olamiz. So'raganimizda ham ko'p kasalliklar bo'yicha ko'rishganimizda gaplashib netib olamiz. Keyin sizlarga o'shalarni tavsiyalarni berib boramiz qo'limizdan kelganicha. Xo'p, buni ikkita sababi bor ekan bunday bo'lib qolishini. Birinchisi, tagida qurt bo'lishi mumkin. Hozir tagini ochish boshlandi. Ikkinchisi maniloz kasalligi. Biz bodomni tagini ochib ko'rib turgan bo'lsangiz, eng tepasida suv bor, nam bor, ozuqalari bo'lgan, agrotexnika ko'chatni o'zim berganman, shaklini o'zim, ko'p agrotexnikasini o'zim qilganman. Endi har tomondan ko'rsaman, tepasi mevalari bilan qurib qo'yapti-da. Katta mevalari bo'lganda. Shuni qurt chiqmayaptimi? Yo'q, qurt yo'q. Aylantirib ko'ylayveringchi. Aylantirib daraxtga imkon qadar shikast yetkazmasdan ko'ylanchi. Agar qurt chiqsa, qurtga darlash boshlar ekanmiz. Bog'bon do'stlar, agar qurt chiqmasa, manilozni anaqa qilamiz. Yo ular agar ruxsat berishsa, video davomida голосовойlarni qo'yib beramiz yoki dorilarni yozib o'tamiz. Xo'p, birinchi meni o'zimni tavsiyam mana shu qurib qo'yayotgan shoxlarni tagrag'idan olib tashlash. Agar qaychi yetsa, o'sha bir pastrag'idan ham kesib tashsa bo'ladi. Katta qaychi bor? Katta qaychi video yo'q-ku. Xo'p, meni tavsiyam mashaladan kesib tashlash. Ancha pastrog'idan. Xo'p, har bir kishi ko'ylab o'zi tekshirib oladi, daraxt tomirlariga shikast yetkazmasdan. Hozir biz ko'yladik. Imkon qadar qurt chiqmadi daraxt tagidan. Demak, ustozim bilan maslahatlashamiz. Bu oldin aytib o'tganimizda manilozga tortyapti. Hop, buni video davomida yo голосовой qo'yamiz yoki dorilarni qayma xil qanaqa tartibda qo'llashni yozib o'tamiz.